Nogironligi bor insonlarning soliq qonunchiligidagi ayrim imtiyozlari. Bu maqolada siz nogironligi bor insonlarning soliqdagi ayrim imtiyozlari haqida bilib olasiz. Soliq bu siz davlatga biror mulkingiz yoki ish haqingizdan pul to'lashingiz demakdir. Soliq kodeksining 380-moddasiga ko'ra, bolalikdan nogironligi bor insonlar, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bor insonlar eng kam ish haqining 3 baravarigacha soliqdan ozod etiladi. Soliq imtiyozidan foydalanish uchun pensiya guvohnomasi yoki nogironlik hujjatini soliq idorasiga berishingiz kerak. Masalan, siz korxonada mutaxassis bo'lib ishlaysiz va sizda ikkinchi guruh nogironligi bor. Sizning oyligingiz 6 million so'm. Ishchilar oyligining 12%ni daromad solig'iga to'laydi. Siz eng kam ish haqining 3 baravarigacha soliqdan ozod etish imtiyozidan foydalanib, 342 ming so'm daromad solig'ini to'lashingiz yetarli bo'ladi. Soliq imtiyozi sizning asosiy ish joyingiz bo'yicha belgilanadi. Soliq kodeksining 380-moddasiga ko'ra soliq imtiyozlari sizning foizlardan tushadigan daromadlaringiz va mol-mulkingizni ijaraga berganda oladigan pulga qarab aniqlanadi. Mol-mulkni ijaraga berish bu siz uy, ishxona, mashina kabi narsalaringizni boshqalarga vaqtincha berish orqali pul olishingiz. Bunday hollarda soliq imtiyozini yillik daromad, to'langan soliqqa qarab siz yashaydigan joydagi soliq tashkiloti belgilaydi. Masalan, siz hech qayerda qonuniy ishlamaysiz, lekin uyingizni ijaraga berib 4 million so'm ijara puli olasiz. Bu holatda siz yashash joyidagi soliq tashkilotiga yillik daromadingizni, to'lagan soliqlaringizni, nogironlik hujjatingizni berib, soliq imtiyozidan foydalanishingiz mumkin. Asosiy ish joyingizdan boshqa yana bir insonning o'rnida vaqtincha ishlaganingiz uchun soliq imtiyozidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, soliq tashkilotiga yillik daromadingizni, to'lagan soliqlaringiz haqidagi hujjatni berishingiz kerak. Soliq kodeksining 383-moddasiga ko'ra siz tadbirkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, sizda birinchi va yoki ikkinchi guruh nogironligi bo'lsa, 1 oy soliqning yarmini to'laysiz. Tadbirkorlik bu siz o'zingiz mustaqil biror ish qilishingiz demakdir. Masalan, bozorda meva-sabzavot sotishingiz, do'kon yoki o'quv markazi ochishingiz va boshqa ish turlari kabi. Lekin bu pul bazaviy hisoblash miqdorining yarmidan ko'p bo'lmasligi lozim. Belgilangan soliq miqdori Soliq kodeksining 383-moddasiga ko'ra joy va tadbirkorlik turiga qarab har xil belgilangan. Masalan, siz Toshkentdagi bozorda meva, sabzavot va boshqa mahsulotlarni sotasiz. Siz uchun bu yerdagi soliq miqdori oyiga 302.500 so'm. Siz soliq imtiyozidan foydalansangiz, 302 ming so'mning yarmini, ya'ni 151.250 so'mni to'lashingiz yetarli. Soliq kodeksining 467-moddasiga ko'ra, nogironligi bor insonlarning jamoat birlashmalari, Nuroniy jamg'armasi, O'zbekiston Chernobillar assotsiatsiyasi, ishchilarning yarmidan ko'pi nogironligi bor insonlar bo'lgan soliq to'lovchilari soliqdan ozod qilinadi. Siz soliqdagi imtiyozingizni yo'qotsangiz, bu haqida 15 kun ichida sizdan soliq oladigan yuridik shaxsga aytishingiz kerak bo'ladi. Yuridik shaxs bu korxona va tashkilotlar. Soliq imtiyozini tasdiqlovchi hujjatlar soxtalashtirilsa, qonuniy javobgarlikka tortiladi. Soliq imtiyozlaridan foydalanish uchun yashash joyingizdagi soliq tashkilotiga soliqda imtiyozingiz borligini tasdiqlovchi hujjatlarni berishingiz kerak bo'ladi.